sizlarga aytgan skidkadagi mashinalarimizni, mana shu mashinalarimizni, undan tashqari yana bonuslar bor. Mutaxassisimiz mana Farhod akam chetdalar. Farhod akamdan hammasini aniqini olamiz. Assalomu alaykum. Farhod aka, qanaqasiz aka? Tuzumisiz, charchamasdan. Assalomu alaykum hamyonbop kanali muxlislari hamda podpischiklari. Xudo xolasa sizlar uchun ham ilindik bu Jack X200 mashinamizni. Bugungi yana bonusimizni. Juda bomba bo'lyapti, xudo xolasa qisqacha o'tam, aytib o'tamiz. Mashina bilan tanishtirsak, birinchi bundan endi mana kuzovga keladigan bo'lsa, oldi tashqidan boshlaydigan bo'lsa, mashinaning ko'rinishi, oldilari ham, kengliklari katta va farali tegdi galagellarigacha hamma narsa bor ekan. Mana bu Amerikankiga o'xshatib qo'yilgan ekan. Bu mashina haqida podpischiklaringiz uchun qisqacha o'tam aytib o'tib ketsam bo'ladi. Motordan boshlaylik. Xo'p, bu Jack X200 mashinamiz 3 xil variantda bo'ladi. Bortavoy, tentovka hamda prom tovarni bo'ladi. Xo'p, motoriga keladigan bo'lsak, Yaponiya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan 147 ot kuchga ega. Motori 2 lik atmosferni. Bemalol metan, propan qo'yib olsangiz bo'ladi. Xohlasalar, bir martada shu yerning o'zida propan yo metan servis xizmatimiz bor. O'zingizdan qo'yib beriladi. Kafolat qanaqa bo'ladi unda o'zingizdan qo'yib? Bu mashinamizda kafolat 3 yil beriladi. Motor, korobka, zadniy motiga alohida metan yo propan qo'ydiradigan mijozlarimizga 4-kafolat qo'shiladi. Va 4-kafolat qo'shilganda, demak, u mashinaning kafolati yo'qolmaydi. Yo'qolmaydi. Agar o'zimizda qo'ysalar, o'zingizda qo'yiladigan bo'lsa, 3 yil kafolat saqlanib qoladi. Shunaqa. 3 yil kafolat bo'ladi. Qo'yilgan. Oldi balon katta, orqa balon qo'sh balon bor. Balonimiz 15 lik bo'ladi, orqasi 13 lik qo'sh balon. Qo'sh balon. Endi qarang. Bortimizga keladigan bo'lsak, uchi o'ngga 180 bo'ladi. Prom tovarni unaqamizda furgonimizda 10 kuba oladi, 10 kuba. 10 kubagacha. Xohlasalar refrigerator qilsalar ham bo'ladi, bitta xolodilnik qo'yib oladi. Bemalol -5 ga saqlab bera oladi. Xo'p, qarang, bu vaznga kelganda ko'tarishga qanchagacha kitobida o'zida, zavodda? Xo'p, o'zi zavodda kitobida 2,5 tonna mo'ljallangan. Demak, bu yog'i o'zbekchilik o'zi yaxshi bilasiz, 3,5 tonna, 4 tonna yuklab yurish bilan hozir ham. Usulit qilmasdan. Usulit qilmasdan, o'zini resoriga, o'zini baloniga ketyapti. Oldingi videolarimizda ham chiqqan. Realni olib yurgan, o'sha haydab yurgan mijozlarimizdan so'raganmizda, shu yerda men 4 tonna yuklaganman dedi. Atagris usulit qilganmisiz deganimizga, umuman hech qayerga men tegmaganman deganda, shu mijozimiz. Bemalol ko'ryapsizlar, kitobda 2,5 tonna bo'lsa, bu yog'iga 3,5 tonnagacha olinar ekan. Ochiq, eshik ochiq ekan. Voy, bu bakovoy ham vobshe qoti ekan, u bakovoy ham. Hop, salonni bitta ko'ringlar endi. Salonni ochganda atrizatorlari, oynalar, hop, knopkali bo'lyapti, ya'ni elektronik. Bakovoy ligirovkasi ham bor ekan qo'shimchasiga. Men shunday o'sha tomondan o'taymi bitta. Ochuv bo'lsa, mana shu tomon, mana shu tomondan bitta o'tamiz hozirda. Bitta salonni, o salonni kengliklari. Bu yerda ham mana elektrik привод bo'lyapti. Voh, mana bu o'tirgan odam kengina, mana bu 3 ta oladigan. Tepada ham ko'rib turganinglarda ikki tomonga alohida bo'lyapti. Mana bu nima ekan bu? Yo'q, qo'yilgan. Chamadonchalar ham bor ekan. Barxtni qilib qo'yilgan, ichlari ochki qirilmasligi uchun. Vosh, mana o'rtada bar bo'lyapti, mana podstakanchiklar bari o'rtada, mana bu yana tortmachasi bor ekan. Vosh. Mana bu oldin signalga keladigan bo'lsak, qarangda, uzoq yo'llarga yoki ana bu viloyatga qatnaydigan mijozlarimiz bemalol oldi o'sha sideni o'ynatib, keltirib bo'ladi. Bemalol. Siz ozgina bir gabaritroq bemalol kelib o'tirib ko'rsangiz bo'ladi. Xo'sh. Rulimiz elektronni. Bunda elektronli rul bo'lyapti. Elektronni. Gidrolik emas. Demak, bitta barmoqni o'zida maza qilib boshqarsa bo'ladi. Charchatmaydi unchunchaga. Lux konditsioner, erta yozga 2,5 tonna, 3 tonna yukimiz bilan ham erta perivallaga umuman motorimizni nag'izga qolmasdan ishlayveradi. O'zini diskli maytofonlari bilan bo'lyapti. Bu yerda tepaga pastga oyoqqa tushirish, обороты pechkaniki konditsionerga to'rttalik bo'lyapti. Isitish, sovutish tizimlariga o'tkazish bo'lyapti. Korobka 5 pog'onali mexanika korobka bo'lyapti. Lekin mashinani saloni kengliklari juda ham zo'r ekan. Mana bularni ham zo'r qilib qo'yishgan ekan. Chiqish ushlab bemalol. O'rtadagi barri shunday ko'tarib qo'yiladigan bo'lsa, bu yerga ham bitta odam o'tirsa bo'lar ekanda, o'rtadagi barri ko'tarib qo'yiladigan bo'lsa. Qani, bismillah, Alloh hammaga nasib qilgan. Realni aytasiz, qisildingizmi yoki bir bemalol o'tirasiz? Mana aka qanaqasiga qisiladi? Oyoqlarni ko'ryapsiz. Rul bilan o'sha qorin oyoqlar o'rtasida keng katta bemalol joy bor. Bu qo'yilma. Men bu knopka nima ekan sen bu rullarni mana joylashtirib olsang bo'larkan, moslash tepaga, pastga chiqib, qo'yilma lekin shu narsalarga chiqilingan ekan. Mana bu podnoshka oyoq qo'yib ketish uchun mana barlarni bemalol o'tirib olay. Boshqa shu har tomonlama gap bo'lishi mumkin emas lekin. Mana bunda ko'tarib qo'ysa, mana bu yerda yana bitta odam o'tiradi. Kishi o'rindiqli bo'lyapti. Kengliklari, kattaliklari. Orqani ko'rish uchun orqani oynasi ham kengina, kattagina ekan. Har tomonlama mana katta qilib ishlangan ekan. Tentovkamiz ham haqida qisqacha bir aytib o'tamizmi? Xo'p. Qarang, bu salon komfort bo'lyapti-da. O'tirgan shofyorlik, qulayliklar tomonidan rollar mana tushishi, pechka, konditsioner,
qishim yozim maza qilib ishlaymanman deydiganlar bo'lsa, hozirgi kunda Yandex pullarni qo'yiladigan bo'lsa ham yuk tashish uchun hamda o'zingizlarning biznesingizlar bo'ladigan bo'lsa, ishlab chiqarishlarni bo'ladigan bo'lsa, olsanglar buni xohlaydi. Templigi, xohlaydi, xaladinlikli har tomonlama qulayliklari bor. Kelib gaplashiladigan bo'lsa, hammasini o'ziga qilib berishadi. Mana bismillah. Xo'sh. Qo'sh balon bo'lganligi zo'r ekan-da buni-da. Shunaqa ekan. Qo'sh balon bo'lganligi hisobiga bemalol 3,5 tonnagacha yuk ko'taradi. Yana yoniga bunda orqa tomondan ham bitta ko'rsa, teyida zapaskalari bor, turibdi. Orqa faralari ham chiroyli qilib ishlangan ekan. Mana bular atrizator. Bular kechqurungi mashina yetib qo'yib qo'yiladigan bo'lsa, orqadan kelayotgan mashina chiroq tushsa, bular ham yonib borligini ko'rsatib turadi. Mana shu tentni ham sizlardanmi? Mana bu tentlik varianti bu, ikkinchi variantimiz. Ko'rishingiz mumkin, bu zavod tarafdan amas qilingan. Endi bu yog'i bir xonalik kvartira-yu. Shunaqa. Bemalol kisfanlikni qo'yib qo'yadigan bo'lsa, mana bitta bemalol keyingi kattaligi va zo'r ekan. Tentimiz ham oddiy tent emas, bu yig'iladigan tent, ko'rishingiz mumkin. Rolikli. Erta yozga yig'ishtirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Qanaqadir megabaytni yuklab bo'lsa ham bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi. Endi u tarafni ham ochish kerak. Yo'q tarafini ham ochish kerak ekan. U birga ketadi hammasi. Gap yo'q. Buni tomonlari ham zo'r ishlangan ekan. Shunaqa. Mana Nobodoga kimgadir menga tentlik kerak deydigan bo'lsangiz, yomg'irgi havo, hozirgi qishki havolarga tayyor, o'zligidan bu ham bor. Hozir qarangda. Farhodagi bu narxi bilan eng qiziq joyi. Mijozlarimiz bu mashinamizni allaqachon yo'llarda, o'sha sinovlardan bu mashinamiz o'tgan. Old tomonga o'tib Mijozlarimizga eng qiziq joyi hozir narxi. Ana shu joyda, okey? Eng qiziq joyi shu. Keyin bizni aksiya, skidka bo'lyapti, yangi yilga deb kelganmiz. Ana o'sha narsalardan xabardor qilaylik. Boshida o'sha narxni aytaman dedim, skidkani oxirida aytasiz dedingiz-da. O'sha oxirida qizuvdi. Xo'p. Bu mashinamiz hozirgi kunda juda yaxshi skidka berdik. Bir boshqa aytib o'taman. Jack X200 mana bu bortovoyimiz 248 million 640 ming so'm o'zining tan narxi. Shundan 31-dekabrgacha faqat mashina cheklangan holda 17 million so'm chekilma berildi. Har bir mashinamizga. Tentopga, 17 million. Har bir mashinamizga, bortovoyimizga. Har biriga alohida. Xo'p, bitta tanishtirib eslatib o'tamiz. 2 litrli atmosferniy motor bo'lyapti. Yuk ko'tarish vazni 2,5 tonnagacha, salon komfortlari, pechka, konditsioner, hamma narsasi bor mashinani. 231 million deyapsizmi shunda? Hozirgi bugungi aksarda, Ne endi 31-dekabrgacha bu yoq o'ngga qoldi. Okey, xalq olsin, maza qilsin, mashina qoladigan bo'lsa shuni. Keling yanvar oxirigacha qilaylik. O'zi 15-gacha demoqchi edim, yanvar oxirigacha qilaylik, okey? Xudo xolasa, endi mijozlarimizga ancha harakat qilamiz yana o'sha skidka olishga zavoddan. Imkon qadar harakat qilib 31-yanvargacha qilib berishga harakat qilamiz. Yanvar oxirigacha qilamiz, xudo xolasa. Mashinaga ulgurishsa bo'ldi. Ulgursa bo'ldi. Soni cheklangan. Shunaqa. Xo'p, mashina soni cheklangan. Eshitdinglar 31-dekabrgacha degdilar. Mana sizlar uchun cho'zdi, kelib olib, uspet qilinglar olib qolishga. Narxi 231 million bo'lyapti. Yangi yilga bitta narsa qo'shinglar, nimadir? Endi shuni hozir aytaman dedim, agar Hamyonbob kanaldan keladigan mijozlarimiz, men o'shani videoni ko'rib kelyapman degan mijozlarimga viloyatni farqi yo'q. 12 ta viloyatdan ham kelsinlar. Skladimiz bor, naryoqda eng kami shu 100 ta, 120 ta mashinamiz bor. Xohlaganlar shuni tanlab olib chiqadilar, men mana shuni tanladim deydi. Viloyatlarga yetadigan darajada men o'zimni hisobimdan benzin quyib beraman. Gap bo'lishi mumkin emas. Bemalol kelib mashina xarid qiladigan bo'lsanglar, qaychi yili tekin bo'ladi. Ya'ni qanaqa desanglar, mashinaga yoqilg'i quymaysizlar. Yoqilg'ilargacha quyib beradilar mashinalarga. Quyib beraman. Yangi yilgacha oladigan mijozlarimiz uchun. Ya, unaqa dema endi. Agar yangi yilgacha oladigan mijozlarimizga niyat qilib yurgan mijozlarimiz uchun poligini ham qilib beraman. Polig ham qo'shib beryapsiz. Polig ham qo'shib beraman. Yangi yilgacha kelinadigan bo'lsa, qaranglar, yangi yilgacha bo'ladigan bo'lsa, polig ham qo'shib beryaptilar va benzin. 248 milliondan 17 million chegirma bo'lyapti. Polivak benzin bo'lyapti. Bitta polig ham bo'lyapti. Vaqti gap bo'lishi mumkin emas, Farhod aka. Endi bu yog'i bilmadim. Mashinani bular bilan tanishtirdi, uspet qilish kerak. Yangi yilgacha biz bu videoni sirasi qo'yamiz, ko'rishinglar bilan sizlar aloqaga chiqasizlar, pastda telefon nomerlarini ko'rsatamiz. Keladigan bo'lsanglar, batafsil yana bizdan kam kurslik o'tkazib bo'lsa, o'zlari tushuntirib beradilar. Eshitdinglar, bu akamlar o'zimni yonimdan olgan mijozlar uchun yangi yilgacha yetadigan darajada benzin quyib beradilar va undan tashqari o'zimni yonimdan polik ham qo'yib beraman deb aytdilar. Qani bu uchalovi hozir bitta, hozir yetgan mashinalarimiz bo'lyapti. Yana bitta yangiligimiz bor. Yangilikdan bugun aytdim-ku sizga to'xtab qolmaymiz. Yana bitta yangiligimiz menga bu Jack X200 mashinamizdan arzonroq varianti kerak degan mijozlarimizga yana bitta o'z yangilik bo'lyapti. Hozir ko'ryapmiz, ayrim mijozlarimiz olyaptilar mana bortligini. Refrigerator qilyaptilar. Bu nima bo'ladi? Shunda orqasini olib tashlaydi to'laligicha. Rama bilan shastini o'zini sotuvga qo'ydik. Orqasiz, ya'ni o'shanda ramani o'zi bor. Kabinka bor. Kabinka bor, faqat orqa yo'q. Orqa borti yo'q. Shasti holatda, arzon variant. Nech pul bo'lyapti?
Uni narxini hozir aytaman, o'sha joyni unaqa qilasizlar. Farhod akamga gap bo'lishi mumkin emas, lekin bor xalq uchun fotoga qo'yildi bu, yaqinda. Bu joyni olmaysiz. Hay, Sizga aytaman. va xalq uchun ketyapti bu narsa. To'xtash kerak emas, borib mana shunaqa yengillik bilan yangiliklarni chiqarish kerak. Xalq olsin, maza qilsin. Keldi davri, xudo xolasa, maza qilib haydaydigan, yuklarni tashiydigan vaqtlari, paytlari keldi. Xo'p. Shassimiz 203 million so'm. Mana. 203 million bo'lyapti. Ya'ni o'shanda 28 million yana arzoniga. Shunaqa? Gap bo'lishga yana ham 28 million arzoniga bo'lyapti u ish. 203 millionga orqasi alohida men o'zim borib qilib olaman deydiganlar uchun yana alohida taklif bo'lyapti. Gap bo'lishi mumkin emas, Farhod aka ham skidga ketyapti, ham qatdan bo'lsa O'zbekiston bo'yicha kelgan odamga yetib olish uchun benzin quyib berilyapti. O'zlarining yo'llaridan puliklarni qo'yib beraman dedilar. Narxdan skidga bo'ldi 17 million. Har tomondan bo'lib ketdi-yu, maza qilish kerak. Nima qilish kerak bu yoqqa? Olish kerak, xudo xolasa. 3 yil kafolati bilan bo'lyapti. Ulgurib qolinglar. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga ham servislarimiz ham bor. Apchat taraflama hech qanaqa muammo yo'q, xudo xolasa. Bu mashinamiz O'zbekistonda, o'zimiz Samarqandda yig'ilyapti. O'zimiz Samarqandda chiqyapti bu mashinalar. Demak, yig'ilishi o'zimizda bo'lyapti. Shunaqa, zavod O'zbekistonda. Qoyil mana. Ya'ni ehtiyot qismlaridan qanaqa muammo yo'q. 12 ta viloyat bo'yicha bemalol servis xizmatlarigacha bor. 3 yil kafolati bo'lyapti. Shunaqa. Xo'sh, kelinglar, ko'ringlar. Qarang, bunda kelib olaman degan odamga bo'lsa, bir test qilib, buni haydab ko'rishga. Test drive'imiz bor. Bormi u narsalar? Qilib beramiz, xudo xolasa, qayerda haydash kerak bo'lsa, bemalol haydab kelsalar bo'ladi. Ana pulayliklar ham bu yoq tomondan gap bo'lishi mumkin emas. Endi qarang, Novodoga meni pulim sal kamroq edi. Videolarga qanaqa nimalardir qilib chiqarsa u bo'ladimi? Xo'p, bunda variantimiz juda ko'p bizlarning. Xohlasalar rassrochka variantimiz bor. Xohlasalar bank orqali o'zinglar boshlang'ich 30% to'lab olsalar bo'ladi. Baribir bir kunda ishlar bitadi. Rassrochka variantimiz mana ko'rishingiz mumkin. Mana bitta Jack X200 mijozimiz mana. Mana yo'lni nariga betida turibdi. Tayyorlovkalarni qilib qo'yibdilar. Tayyorlovkalar qilib qo'yibdi. Xo'p, qarang, rassrochka variantimiz hozir aksiyada bo'lganligi uchun rassrochka so'rashadilar-yu. Aksiyadagi narxda bo'lmaydi. Eski narxida bo'ladi. Rassrochka varianti. Ha, bu nima uchunki cheklangan-ku? Cheklangan buni. Agar bank orqali olaman degan mijozlarimiz hozirda o'sha aksiyadagi narxiga boshlang'ich eng kam 30% to'lab, bu o'rtacha 70 million bo'ladi. 70 million to'lab 2 soat 3 soatning ichiga olib ketishlari mumkin. Hop, o'shanda suruk 1 yildan 5 yilgacha to'lovini amalga oshirsa bo'ladi, qolganini. Xudo xolasa pastda nomerlar qoldiriladi, baribir to'liq ma'lumot beramiz. Ya'ni oyiga qancha chiqadi, yiliga qancha chiqadi, qayerga to'lov bo'ladi, hammasini batafsil ma'lumotini beramiz yana. Farhod aka, yangilik bilan yengillikdan to'xtamanglar. Xudo xolasa gap bo'lishi mumkin emas. Shuncha skidkalar, shuncha narsalar qilib berildi. Adresimizni bitta eslatib o'tib ketamiz. Qo'yiluvdan bu yog'i Qumaruvga qarab kelaverishimizda o'ng qo'lda shunda tepada China Motors yozib qo'yilgan, ya'ni Zafran restoranni ro'parasida bo'lyapti. Shunaqa. Zafran restorani ko'pchilik biladi, shuni ro'parasida bo'lyapti. Ikkinchi etaj. Ikkinchi etajda joylashgan. Pastda telefon nomerlarini ko'rsatamiz. Telefon nomerlariga qo'ng'iroq qilib, lokatsiya deydigan bo'lsanglar ham lokatsiyalarni tashab berishadi. Bemalol o'zi kutib olishadi. Ikkinchi etajda joylashgan joyligi. Rassrochka bank orqali to'lovlar haqida xudo xolasa to'liq ma'lumotini beramiz. Bo'ldi. Bo'lmasam sizlardan xudo xolasa kelib mashinani haydab ko'rib, o'zingizlar bir baho berib turib, mashinani xarid qilasiz. Mashina xarid qiladigan bo'lsangiz, bu mashinalarimizni hozir aytib o'tganimizdek 17 million skidga 12 ta viloyat bo'yicha yetib olishingizga bemalol benzin, 92 benzin hozir ham yo'qda 80 yo'q. 92 benzin bilan jihozlab beradilar va hamda poliklarni qo'yib beradilar. Polik 31-dekabrgacha, qolganini xudo xolasa yanvar oxirigacha qilib cho'zdiga, xudo xolasa yanvar oxirigacha, Farhod aka, yanvar oxirigacha bo'ldi. Telefon nomerlarini pastda ko'rsatamiz. Alloh hammamizga nasib qilsin. Kim Allohdan shunaqa mashina olaman, haydayman degan bo'lsa, Alloh murod maqsadligiga yetkazsin. Taninglar sog'ligingiz uzoq bo'lsin. Doim yaxshilikni ko'rishinglar, like esdan chiqmasin. Salomat bo'ling. Farhod aka, siz yangilik bilan yangilikdan to'xtamang. Gap bo'lishi mumkin emas. Men o'zingiz bilan gaplashib, xalq uchun qilgan yengiliklaringizni eshitib, maza qildim. Qo'ldan kelguncha, xudo xolasa. Ya'ni sog' bo'lsin. Xudo xolasa keyingi kelishimlarimizga yana yangiliklardan nimalardir qo'shib, xudo xolasa. Yangiligimiz bor, xudo xolasa albatta. Qilamiz bu narsalarni ham qushamiz. Xalq uchun ishlashdan, yangiliklardan, yengilliklardan to'xtamaymiz. Sog' bo'linglar, doim yaxshilikni ko'rishinglar. Telefon qilasizlar, nomerlarni ko'rsatamiz. Keladigan bo'lsanglar, batafsil hamma ma'lumotlarni olib, 1 soat ichida bitta pasport bilan kelasizlar, mashinani ochib ketasizlar haydab. Benzin ham quymaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yangi yilgacha uspet qilinglar, ulgurib qolinglar.